Hürmetli vatandaşlarımızı davamlaştırımız. Azatlık Armiyanın hərbi ayrıpılalları Seyrek Deniz'e toplandı. Piyav Çunhuy Beycan'a hata mölçerledi mu mavzulu haber. 7. ayının 23. gün Dovitor beti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Vakit yetip geldi. Zörür bolgan talaş tartışla toxtutulsun. Saat rakta sistemisten Kore'ye kirişi, Kore'nin hayat mamatıga münasibetlik. Talaş tartış kılışının ornu kalmadı. Bu söz, saat sistemisi Kore'ye uğurlaştırış karar kılınğandan keyin Kore'nin prezidenti Pyo Chung-hoy'nun ağızdan çıkan sözdü. Belki en ahırkı ifade bildirişiydi. Belki Koriya hükümeti saat raketa sistemini Kore'ye burullu uğurlaştırıp tamamlap, raketanın saatini köpeytişini karar kılgan idi. Yani bir taraftan Jungo Hava Armisi yakından biri Seyrek Deniz ve Bohay Deniz taraflarda 12 tiplik 41 tane harbiy ayrıpılan bilen manevr ötközdi. Bu manevr uruş kılış altıda birinci vakitte Kore'ye uğurlaştırılgan raketa sistemisini bitçit kılmakçı ve bitçit kılışını nişan kılgan manevr dep gösterildi. Beijing saat sistemisi bozuğumuz kilip tehdit saldı dep ensireydi. Bu yıl 2. ayda Çavuşan raketa koyup bergenden keyin Kore'ye şu vaxtlarda saat raketa sistemisini uğurlaştırış doğrultusunda Amerika Qo'shma Shtatlarının məsləhətçisi qaldığını ilan qılğan idi. Saat raketa sistemisini uğurlaştırışdan qutuluşdan avval Jungo'nun haqiqiy ensireydigini Koreya prezidenti Pyo Chung-hoy'nun diplomatik gərəzi idi. Jungo hükümet saat sistemisinin ensirepli qalmasından məsələ Kore'ye uğurlaştırılğandan keyin Kore'nin diplomatik faaliyetleri zaten kandak oldu bu nişan. Jungo üçün intayın korkunçluğudur. Çünkü Çavuşan yerim alya Kore'ye yerim aralada o tarafta Çavuşan turuptu. Bu tarafta Janubi Kore'ye turuptu. Janubi Kore'ye ile münasebette kandak yaxşılaş meselesi Kore'ye aralının vaziyetini kontrol kılalmaydıqallığı diye ibaret Jungo'nun taşqi siyastik intayın zıt münasebetlik işi. Amerika bilen Kore'ye saat raketa sistemisi uğurlaştırışının bugünlem karar kıyılıyor. Bu 2. ayda Çavuşan raketa koyup bergenden keyin Kore'ye bunu uğurlaştırış, saat sistemisi uğurlaştırış doğrusu da Amerika bilen məsləhətçisini qaldığınca karlıgan. Lekin bu qitim Amerika bilen Kore'nin her kandak bir alametler görülmegen ahval asıda saat raketa sistemisi tuyuksuz uğurlaştırılanlığı ve uğurlaştırışını karar kılganlığı bu her qaysı taraflar üçün hem tesadüflük hem tuyuksuzluk bilingen tuyuksuzluk his kılgan bir taraf bulup kaldı. Saat raketa sistemimiz Kore'ye uğurlaştırıp Kore'ye Jungo münasebetini nima akıbetler elip gelişi mümkün? Mesela alaylı bu yıl 7. ayının oturulurdu Mongoliya, Taşkı Mongoliya'da ötküzülgen Asya, Avrupa devletleri katnaşkan yığında bu yığın katnaşkan Jungo'nun veziri Li Keqiang Prezident Vladimir Putin bilen görüştü. Germaniyanın veziri Merkel Hanım bilen görüştü. Faqatla Pyo Chung-hoy bilen görüşmedi. Demek saat sistemini Kore'ye uğurlaştırışının Jungo Kore'ye münasebetlik elip gelgen tesiri şu günden başlandı desin buludur. Saat sisteminin Kore'ye uğurlaştırış Jungo'ga harbiy cihette kandak tehdit elip geliyor bu Jungo'nun özüge ayan. Jungo taraf bir qancha qitim saat sistemisining Jungo'nun ishki bag'ri ilgirlab kirganligini, Jungo'nun bosog'isiga kelib uğurlaştırılganligi so'zlagan. Hamda saat raketa sistemisi Jungo Koreya münasebetini tegi yo'q bir hangi ishtirdi deb biroz qilgan edi. Yo'q shundaq degan. Saat sistemisi Jungo uchun aytganda haqiqatan onun beşiği ep koyulgan, mesela Jungo'nun beşiği sangıltıp koyulgan, tarixteki biz sizlerle sözlep etken Damokles hanciriga o'xshaydigan bir ish. Jungo madralasiga hanjar tushib ketdi. Jungo madrama jim turdigan bo'lsa, hanjar jim holati turdi. Tarix Damokles hanjirdek bir ish. Mesela bugun sat sistemisi ve Koreya Jungo münasebeti ana shu holga keldi. Endi yaqindan beri vaziyatga 3-4 kundan keyin vaziyatga nazar solsak, birinchisi boshda so'z degandek
Rais xonimning so'zini, Rais xonimning Beijingni ziyorat qilishdan oldi orqasida vaziyatda alohida bir tavrinish yo'q. Biroq yaqinda bir qaraymizki, Washington Post pochtasi gazetining muxbirining ziyoratini qabul qilgan Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonim ochiq oshkora holda demasinmi, lekin agitmi yo'llar orqali muxbirning savoliga javob berganda Jungoliklar ta'kidlayotgan 92-yildagi o'rtaq qarash deganni rad qildi. Bir qabul qilishni rad qildi. Amaliyotdan biz boshchilar so'zlab o'tdik, bu narsa yolg'on. Yolg'on, hech qachon tarixda yuz bergan ish emas, hech qachon reallikda yuz bergan ish emas. Yolg'on narsani sen qabul qilasan deb Tayvanga besim ishiltish, bu Jungo uchun aytganda ularning mintaqasiga uyg'un keladigan ish. Biroq undan keyin biz bosh so'zlab o'tdik. Yaponiyaning asosiy qonun o'zgarish uchun tashlagan qadamlari, anandagi sotsial sistemasining Koreyaga o'rinlashtirishi yaqindan boshlab Jungoda pul qimmatining tushganligi, masalan, bugungi kunda 6 va 7 mo qadar pul kursining tushganligini, yaqinda bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligining ministri Jakob Ildiv fikr qilib nima dedi deganda, asosiyatni aytganda bu qatam xalq pulining tavrinishini Jungo kontrol qilmadi yoki kontrol qila olmaydi degan ma'noda so'zlagandek bo'ldi Moliya ministrligi tomonidan. Demak, Jungo pulining xalq pulining o'zgarishini Jungo kontrol qilolmaydigan darajaga kelib qolgan bo'lsa, vaqti Jungo iqtisodining qayerga ketayotganligini shuni ko'rib olg'ili bo'ldi. Tashqi siyosatlarni qo'yib turaylik, tashqi munosabatlarni qo'yib turaylik. Jungoning ichki qismida hozir kishilar diqqat qilayotgan bo'lib, Xitoy tilli to'g'ribatlar hadab tahlil qilayotgan bir masala. Masalan, sobiq partiyaning raisi Hu Jintao davridagi uning aqldamoni yoki donishmani hisoblangan Yu Keping dastlabda demokratiya yaxshi narsa degan kitobni nashr qilib e'lon qilgandan keyin yaqinda yana bir parcha kitob e'lon qildi. Endi bu kishining demokratiya to'g'ri so'zlashi Jungoda bir bishorat bo'lib qoldigandek. Yana birisi yaqindan beri Jungoning Xitoy til to'g'ribatlari kayni-kaynidan e'lon tahlil qilayotgan bir narsa, bidaxoy yig'ini ochilmamdi, ochilmaydi. 9-qurultayni ochalamdi, ochamamamdi degan gaplar. Bu gaplar xuddaligi Jiang Zemin bilan Palanning ziddiyati va Joyin Kang bilan uning ziddiyati va deblar xabar taqdirgan gap qildigan Xitoy tabiatiga nisbatan aytganda mas keldigan ishlar. Biroq harakatning o'ziga qarasak, o'zgarish yoki ichki siyosatda boshqa bir yo'l tutishning mumkinligi kelyapti yo'q. Uni ko'rgan bo'lmaydi. Masalan, yaqingacha hozir Rais Shi Jinping 28 o'lka shaharning boshliqlarini, bir de Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining sekretari Zhang Chunshandan boshqa boshliqlarning hammasini almashtirib bo'ldi degan gap. Ana ustiga bu soqchi qismlar ishini tozalab bo'ldi degan gap. Adliya qonun sistemasini tozalab bo'ldi degan gap. Bu ishlarning hammasini qilib bo'lgan Rais Shi Jinpingning undan keyingi qiladigan ishi zodi nima? Endi hozir kelaylik 9-oyda 20 davlat yig'inining boshliqlari Hangzhouda ochiladi. Bu yig'in ochilishdan avval So'zin Rais xonimning Beijingni ziyorat qilishi mushning oldi keyindan. Zodi Jungo Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Amerikaning talablariga qanday muomala qiladi? Amerika Jungoning talablariga qanday muomala qildi? O'tgan kelishimizning oxirida shunday to'xtaldik. Qanday muomala qildi? Bu masala intayin murakkab masala, yirik masala. Shuningdek hozir ko'ryapmiz, mayli Janubiy dengiz tarafdan bo'lsin, mayli Sharqiy dengiz tarafdan bo'lsin, bugun Koreya bilan Jungo munosabatining musholg'i kelib qilishi esa Jungoliklar xohlamaydigan ish edi. Demak, o Koreyadanmi, Koreya yarim orolda Koreyadanmi diplomatiya sohasida ayrilib qoldi degan gap. Ammo shunda ahvol ostida mushlarning hammasini bir besim deb his qilsangiz, bu Jungoning ichki siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ichki siyosiy o'zgarish bo'lamdi yo'qmi degan masalaga berib chetiladi. Biz bu to'g'rida sizlarga yana davomli qilishga so'zlaymiz, hurmatli vatandoshlar.